يا معلم آدم علمنا ويا فهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala oyat-i karimada kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah. Sizlar insonlar ichida chiqarilgan eng yaxshi ummat bo'ldingiz. Yaxshilikka buyurasizlar va yomonlikdan qaytarasizlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam hadislarida ballighu anni walau aya, mendan bir oyat bo'lsa-da yetkazinglar dedilar. Muhtaram aka-ukalar va muhtarama opa-singillar, bizni ba'zi sabablarga ko'ra to'xtab qolgan darslarimiz va eslatmalarimizni bugundan yana davom ettiramiz. Bu darslarimizni davomiy bo'lishini va barcha insonlarga foydali bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Alloh barchalaringizga bu dunyoda ham oxiratda ham yaxshiligi bersin va foydali ilmni amal va hikmati bilan birga bersin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.